Nur Texno Group hamisha 1-2 qadam oldinda. Shuni unutmang. Jiga. Bu stabilizator. Endi har bitta katyolimiz o'zini stabilizatorlari bilan chiqadi. Ya'ni buni vazifasi tok tushib ketib qolsa 220 ga ko'tarib beradi. 220 dan oshib ketsa 220 ga tushirib beradi. Xullas, katyolingizni kuyib qolish yoki tok o'ynash muammolarini bartaraf qiladi. Mana shu bunkerga shundoq 50 kilo ko'mirni to'kib qo'yasiz. Shu bilan 2 kun hech nimani o'ylamasdan bemalol katyolni yoqib, issiqini uyda dam olishingiz mumkin bo'ladi. Shuning uchun qish kelyapti deb xavotir olmang. Nur Texno Group katyollari bor ekan, qishdan sizni issiq va kam xarjlik bilan olib chiqadi. Bu boshqaruv paneli. Butun tizimni aynan mana shu panel yordamida boshqarasiz. Harorat, ishlash vaqti, tok o'lchami, hammasini ushbu panel orqali nazorat qilasiz. Eng qizig'i, smartfoningiz yordamida masofadan turib ham bemalol uyingizda turgan katyolni dunyoni istalgan nuqtasidan turib boshqarish, nazorat qilish imkoniga ham egasiz. Aytgancha, servis kafolatimiz 3 yil. Shundan 12 oyda barcha turdagi ehtiyot qismlari ham mutlaq bepul. Nur Texno Group bilan qishning sovuqlaridan aslo qo'rqmang.